Xo'p, meni bitta jonim bor va biz tepadagi vazifalar orqali jonni ko'paytira olamiz. Unda let's go. Endi crafting table yasaymiz. Endi bizga kirka va qilichlar kerak bo'ladi. To'g'rida qishloq bor ekan va qishloqqa ketdik. Qo'ylarni o'ldirib olamiz, bizga kerak bo'lishi mumkin. Menda 3 ta qo'yning juni va 4 ta go'sht bor. Endi biz bu yerdagi hamma yotoqlarni olib, bitta joyga yig'amiz. Xo'p, sandiq bor ekan, qiziqarli narsa yo'q. Va shu oxirgi yotoq. Endi bularni hammasini bitta joyga to'playmiz. Xo'p, ularni endi hammasini bir joyga to'playmiz. Xo'p, bo'ldi. Hammasi bir joyda to'plandi. Endi bularni sarab chiqamiz. 10 ta bo'lsa, ularni o'ldiramiz. 7 ta dona ekan. Xo'p, boshqa qishloqlar qolmabdi. Endi bularni biz ko'paytiramiz. Istaganingcha baqir. Xo'p, bitta jitel qolib ketdi va uni o'ldirdik. Jitellar, ko'payinglar, ko'proq bola tug'inglar, davlatga foyda tegsa uxlama. Xo'p, biz uxlashimiz kerak. Mana shu yerda uxlaymiz. Ko'payinglar, ko'paringlar, ko'proq negr bolachalar tug'inglar. Xo'p, короче, zeriksan va men bu golemni o'ldirmoqchiman. Golem yosh ketdi, afsuski. Xo'p, jitelamiz 10 ta bo'libdi va ularni hammasini o'ldiramiz. Yo, bizni birinchi jonimiz tayyor. Jitela joy va bu bizga rudalarni ko'rishga yordam berar ekan. Do'stlar, sezmabman va bizga burun ham qo'shib beribdi. Ajoyib. Endi buni biz hidlab ko'rishimiz kerak. Biz hidlab rudalarni topar ekanmiz. Ajoyib, zo'r. Endi keyingi vazifamiz 5 ta creeperni o'ldirish. Buning uchun biz kechqurunni kutamiz. Dun 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 dun. Va nihoyat kechqurun tushdi va endi biz creeperlarni o'ldiramiz. Voy, yana bitta jon qo'shildi va bu jonda boshqacha qobiliyat bor ekan. Ya'ni ajoyib. Xo'p, keyingi zadaniyamiz kristal topish, ya'ni mana shu kristallar. Xo'p, unda biz qidirishni boshladik. 1 hour later. Xo'p, do'stlar, kristalni ham topib oldik. Короче, tepadan bang bang bunda hozir topdik. Xo'p, 5 ta kristal sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 ta. Davay, bularni qazib, yangi qobiliyatga o'tamiz. Yangi qobiliyat 100 blokdan moblarni sezish. Ajoyib. Keyingi zadaniyamiz 20 ta almas ekan. Let's go. Va do'stlar, 17 ta almas va yana bir yangi jon. Xo'p, bizga yangi bosh kiyim berar ekan. Endi biz shamsiz ham yura olamiz bemalol. Ajoyib. Keyingi 10 tapsida. Kakras bu yerda lava bor, suv bor. Kakras bemalol yig'ib olamiz. Va nihoyat shu oxirgi obsidian. Letta ko'taga tiqdim barchasini. Endi bizga adashmasam jon ketmaydi. Ya'ni tepadan sakrasak, umuman o'lmaymiz. Qarab ko'ramiz. Ketadi. Xo'p, keyingi topshiriq place. Значит, net qayerga boramiz? Xo'p, portalni yasab oldik. Endi buni yoqamiz. Bizi portalimiz to'g'ri, lekin afsus muammolar paydo bo'lyapti deganingizda. Sababi yoqilmayapti. Buni sababi bundan oldin ham o'ynab ko'rdim. Bir Roji yonmayapti negadir. Xo'p, zadanani chitterlik oldik va bizga yangi qobiliyat qo'shildi.
Wow, timimizni kucha ochdi. Okay. Xo'p, keyingi zadaniyamiz o'lish. Let's go. O'ldir. Yo'qol zombi. Okay, hamma narsamizni riskga qaytarib oldik. Короче, biz endi o'lmasmiz. Ajoyib. Xo'p, keyingi zadaniyamiz mana bunaqa toshlardan 500 ta qazish. To'g'risi, o'ta azob. Buni esa sizlarda 5 minutda o'tkazib yuboraman. 1 hour later. Afsuski, kadrlar olinmabdi. Shuning uchun do'stlar biz u yog'iga portalga bordik. Okay, topib oldik. Endi portalni qidirish qoldi xolos. Voy. Mana spawnerni topib oldik. Yo'qollaring. Hop, mana kelib oldik. Yo'q. Sababi bizda portal ishlamayapti. Let's go. Let's go. Hop, chiqib oldik. Endi drakonchani o'ldirsak bo'ldi. Hop. Voy. Boshlandi. Ya, onasini Xo'p, endi drakon tuxumini uxlatamiz. Sababi yana tug'ib qo'ymasdan avval. Okay, qani? Biz o'zimiz bilan. Okay. Endi zadaniyani qilishga kirishdik. 100. Rasman bu jonlarni to'ldirib bo'ldik. Drakon jon. Xo'p, bosib ko'ramiz. Yo! Ajoyib. Voy, o'zimga minus bo'lyapti. Xo'p, rasman Minecraft tugatishga tayyormiz. 1, 2, 3, let's go. Let's go.